bir-biridan ajratib olishimiz kerak. Qani biz ko'rishimiz kerak, biz DNK bormi, yo'qmi o'zi bu yoqda? Plus bilan minusni o'rtasida biz elak qo'ysak, DNKni katta o'lchamdagilari tepada qolib, kichkinalari pastga qadar tushib keladi. DNK fragmentimizni o'sha teshikka joylashtiramiz. Hozir bizda PCR reaksiyasi tugagandan keyin bizda qaysidir DNKlar aralashmasi yoki boshqa moddalar aralashmasi bor. Mana shu holatda biz DNKni bir-biridan ajratib olishimiz kerak. Qani biz ko'rishimiz kerak, biz DNK bormi, yo'qmi o'zi bu yoqda? Biz DNKni bir-biridan ajratish uchun elakdan foydalanamiz. Elakda bilamiz, elaganimizda katta o'lchamdagi narsalar tepada qolib, kichkinalari pastga o'tadi. Endi DNK holatda qanday buni ishlatsak bo'ladi? DNK bilamiz, umumiy minus zaryadga ega. Bu yerda umumiy minus zaryadga ega bo'lgan DNK elektr maydonga qo'yilganida u plyusga tomon harakatlanadi. Lekin mana shu plyus bilan minusning o'rtasida biz elak qo'ysak, DNKni katta o'lchamdagilari tepada qolib, kichkinalari pastga qadar tushib keladi. Endi bu elak vazifasini bizda nima bajaradi? Bizda agaroz gel bor. Agaroz gel bu agarozni tay bufferda eritilgan holatdagisi. Biz agarozni bufferda eritganimizdan keyin u qizdirib eritamiz va uni qayta sovutganimizdan keyin u bir-biri bilan shu xuddi elakka o'xshagan to'rlarni hosil qiladi va bizda DNKmizni bir-biridan ajratib berishni vazifasini bajaradi. Endi agarozni foizini ko'paytirsak, bu o'sha elaklar kichkinalashib boradi. Agar agarozni foizini pasaytirsak, o'sha elaklarni hajmi, elakdagi teshiklarni hajmi kattarib boradi. Bu degani biz katta o'lchamdagi DNKni ajratmoqchi bo'lsak, agarozni foizini tushiramiz, kichiklarni ajratmoqchi bo'lsak, agarozni foizini ko'targan holatda ishlatsak bo'ladi. Bizda DNKmizni o'lchamiga mos 1% agaroziyat tayyorlab olsak bo'ladi. Endi DNKni o'lchami deganda o'zi nimani nazarda tutyapmiz? DNKni o'lchamida biz aytishimiz mumkinki, base pair DNKga nisbatan shunday tushuncha qo'llaniladi. Nima degani bu tushuncha? Base pair degani nechta nukleotiddan tashkil topgan qo'sh zanjir. Masalan, ko'rishimiz mumkin, bu yerda qo'sh zanjir, bu yerda ikkita adenin, ikkita timin bo'lsa, mana shu 4 ta base pair deyiladi. 8 ta emas, 4 ta base pair. Bizda DNKmiz esa 700 ta base pairdan tashkil topgan. Endi qarang, mana xuddi o'sha gel va bizda tepa qismida turli 3 ta DNK fragmentini aralashmasi turibdi. Bir-biriga aralashib ketgan bu narsa. Biz tepaga minus zaryad qo'yilganda, pastga plyusni toklarni berganimizda DNK bir-biridan ajralib boshlaydi. Va bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, maxsus o'lchamdagi DNKlarni ko'rsatib turish uchun ladder bor. Mana shu yerdan shundan solishtirib biz o'zimizni o'lchamimizga mos keladigan DNK bo'lagi bormi, yo'qmi bilib olishimiz mumkin. Qarang, buni o'zida gel elektroforezisning o'zida biz ikkita narsani birdaniga qilishimiz mumkin. Biz ko'rishimiz mumkin, qani bizani DNK bormi, yo'qmi to'g'ri o'lchamda. Agar bo'ladigan bo'lsa, ko'ryapsizmi, u 3 ta DNK bir-biridan ajralgan. Ya'ni har bittasi toza holda ajralib qoldi. Endi biz shuni kesib olib, buni gelni o'zidan tozalab, boshqa ishlarda ishlatishimiz mumkin. Bu degani biz ana shu PCR dan keyin gel elektroforezis orqali ham DNK o'lchami bor yoki yo'qligini bilib olyapmiz. Keyin qilayotgan ishimiz, biz birdaniga DNKni tozalash uchun birinchi qadamni tashlayapmiz mana shu yerda o'zida. Gelni ichiga ekoda, ya'ni etilium bromidni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Bizda DNKni o'zini biz ko'ra olmaymiz. Shuning uchun etilium bromidni qo'shganimizdan keyin bu modda DNK qo'sh zanjirining ichiga joylashib oladi. Bundan foydalanib biz uni kimyodokda ko'rishimiz mumkin. Mana hozir o'sha aytilgan agaroz gelini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi birinchisi agaroz, ikkinchisi tay buffer, uchinchi kerak bo'ladigan narsamiz bu shu gel tayyorlash uchun moslama degan bo'ladi. Buni qanday ishlashini birdan tayyorlash jarayonida ko'rsatib ketaman. Biz 30 ml agaroz gel tayyorlash uchun mana 0.3 gram agaroz o'lchab oldim.
Agaroj bufferda eritilganda mana shunday qilqa hosil bo'ladi. Uni mikrovolnovkada qizdirib, to'liq eritib, tiniq holatdagi eritmani olishimiz mumkin va mana hozir to'liq eritilgandan keyin tiniq holatdagi eritma hosil bo'ladi, lekin bu juda issiq bo'lgani uchun maxsus qo'lqoplar orqali ushlanadi. Buni ozgina sovutib, ekoday qo'shamiz. Ekoday qo'shganimizdan keyin hozir o'sha qo'ygan jelimiz qattiq holatga o'tgan bo'ladi. Buni hozir ko'rishimiz mumkin. Mana bu tepa qismidagi maxsus kompni olish orqali biz ko'rish mumkin, bu qattiq holatga o'tgan. Biz o'sha nimalarni, taroqqa o'xshash narsalarni nima uchun ishlatdik? Nimagaki biz mana shu teshiklarga o'zimizni DNKmizni aralashmasini qo'yishimiz mumkin. Mana shu yerga DNKmizni joylashtiramiz va buni elektr maydonga qo'yganimizdan keyin bu jel bo'ylab DNKmiz bir-biridan ajraladi. O'sha jelni mana shunday holatdagi tankka ichida ham xuddi shunaqa tayyor buffer bor. Mana ko'rgan bo'lsangiz, tepada minus zaryadlangan bo'ladi, pastda esa plus zaryadlar bo'ladi. Biz xuddi shu maydonga jelimizni qo'yganimizdan keyin o'zimizni shu DNK fragmentimizni o'sha teshikka joylashtiramiz. Hozir jelni tankning ichiga joylaganimizdan keyin buni ajratish uchun elektrga ulaymiz. Elektr 100 voltda 20 minut davomida DNKlarni bir-biridan ajratish uchun foydalaniladi. Jelda DNKni bir-biridan ajratganimizdan keyin biz buni oddiy ko'z bilan ko'ra olmaganimiz uchun buni mana shu apparatda, Chemidoc'da ko'rishimiz mumkin. Bu shunday holatda bo'ladi. Biz DNKmizni mana shu qismga joylashtiramiz va uni kompyuter orqali ko'rishimiz mumkin. Kompyuterda biz ko'rib turganda yangi oynani ochamiz va bunda qaysi bir ishda amalga oshirayotganimizni tanlab olishimiz kerak. Bizda shu nukleik asid va etidium bromid, ya'ni boshida biz ekoday sifatida qo'shgandik, o'shani ko'rish uchun tanlaymiz. Va bizda gel position deyilyapti. Hozir bizda gelimiz yo'qligi uchun ko'rsatmaydi. Biz gelimizni qo'yganimizdan keyin qaytadan bu jarayonni ko'rib chiqamiz. Gel elektroforezis tugagandan keyin biz o'sha jelimizni olib ko'rishimiz mumkin. Bunday qalingina jelimizni Chemidoc nimasiga joylashtirganimizdan keyin mashinasiga buni yopamiz. Va boya aytilgan, masalan, etidium bromid tanlaymiz va gel position. Bizda shu jelimizni holati kirib chiqadi. Mana bu yerda biz uni derazasini ochib to'g'irlashimiz mumkin bu yoqdan. Xo'p, bundan keyin run protokolni bosamiz. Qani ko'raylikchi, sizda DNK bo'lagi ko'payibdimi, yo'qmi? Xo'p. Mana bizda bitta DNK bo'lagi bor. Bu taxminan qaraymiz. Xo'p, qaradigan bo'lsak 1 2 3 4 5 6 7. Taxminan 700 base pair atrofida. Bu degani bizda DNK bo'lagimiz juda yaxshi ko'payibdi. Endi biz mana shu qismni kesib olib, o'zi qarang, bu boshqa DNK bo'laklarini yo'qligi ham juda zo'r degan aslida. Bu faqatgina bizning fiberlarimiz juda spesifik ishlagan va faqatgina o'zimizning bo'lagimizni ko'paytirib bera olgan. Ba'zida shunaqa xatolar bo'lishi mumkin. Bizda bir nechta bo'lak hosil bo'lib qolishi mumkin. O'shanda biz boshqa bo'laklardan ajratib olish uchun ishlatamiz. Lekin bu yerda bitta bo'lakning o'zi bor. Mana shu joyni o'zini kesib olib, uni jeldan ajratganimizdan keyin buni to'g'ridan-to'g'ri klonlash uchun ishlatsak bo'ladi. Biz jeldan o'zimizda DNK bo'lagini ajratib olmoqchi bo'lsak, qarang, shu yerda o'zida ham ko'rinmayapti baribir. Shunda biz mana bu yerda UV band excision dan foydalanamiz. Hozir mana shu tugmani bosganimizdan keyin bizda ko'rinishi kerak o'sha DNK bo'lagimiz aslida qayerda joylashganini. Mana ko'rinyapti. Endi aynan o'sha joyni kesib olamiz.
DNK qismimizni ajratib oldik. Endi bu gel qismi bizga kerak emas, chunki bunda boshqa bir qo'shimcha moddalar bo'lgani uchun buni biz boshqa qayta ishlata olmaymiz. Qarang, protokol bo'yicha biz kesilgan DNK bo'lagimizni GB bufferda 10 minutlar davomida spin columnga o'tkazib centrifuge qilishimiz kerak ekan va centrifuge qilingandan keyin NW buffer orqali yuvib yuborishimiz kerak. Hozir bizda xuddi shu narsa bor. Mana bu yerda biz DNK'mizni GB bufferda eritib oldik to'liq holatda. Endi bu spin columnda shunday holat bo'ladiki, biz tepasidan moddalarni quyganimizdan keyin uni centrifuge qilganimizdan keyin tepada ko'rib turgan bo'lsangiz qism bor. U yerda bizda DNK'larimiz bog'lanib qoladi. Boshqa qo'shimcha moddalar hammasi yuvib pastga tushiriladi. Keyin NW buffer orqali tepada qolib ketgan boshqa bir moddalarni yuvib yuboramiz va xuddi shunday centrifuge qilamiz. O'shanda bizda tepada toza holatdagi bizga kerakli bo'lgan DNK qoladi. DNK'mizni centrifugega joylashtirilgandan keyin uni 13000 rpm da 1 daqiqa davomida centrifuge qilamiz. Centrifuge qilayotganda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Har doim qo'yilayotgan moddalar ikki tomonda ham simmetrik muvozanatda bo'lishi kerak. Qarang, 1 daqiqadan keyin tepadagi barcha moddalar pastga oqib tushdi, filtr bo'lib, lekin DNK'miz mana shu tepa qismida bog'lanib qolgan. Biz hozir pastdagi to'kib tashlaganimizdan keyin ortiqcha moddalarni xuddi shunaqa centrifuge jarayonini 2 marta NW buffer bilan amalga oshiramiz va tepadagi narsalarni qolib ketganlarini yuvib yuboramiz. Keyin esa o'zimizni DNK'mizni ajratib olishimiz mumkin. Hozir DNK'miz bunda 2 marta yuvilgandan keyin buni olib mana shu yerda DNK'miz bizda turibdi. Hozir yangi tubga ko'chiramiz va bu yerga EB bufferdan bundan 20 mikrolitr olib qo'ysak, hozir mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz 20 mikrolitrimiz mana bu yerda uje DNK'li eritma holatda turibdi. Endi bizga tepadagi qism kerak emas, buni olib tashlashimiz mumkin va DNK'mizni miqdorini o'lchash uchun mana shunday mashinadan foydalanamiz. Bu qismiga 2 mikrolitr qo'yib DNK'ni o'lchab olishimiz mumkin. Bizda DNK'ni o'lchash, DNK'mizni o'lchashdan oldin uni qaysi bufferda eritgan bo'lsak, xuddi o'sha bufferni o'zini toza holatdan tepaga qo'yib mashinani avto zero holatga keltirishimiz kerak. 2 mikrolitr EB buffer qo'yildi va bu yopiladi. Keyin blank. Bu jarayon tugagandan keyin bu yoqdagi EB bufferni olib tashlaymiz va o'zimizni DNK'mizni qo'yamiz. Hop, mana bu yoqda biz DNK'mizni miqdorini ko'rsatyapti. Hozir 30.5. Bu o'rtachadan ancha past konsentratsiyada chiqyapti. Buni ishlatib ko'ramiz.